Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizning darsligimizda QR kod yasash bo'ladi. Hozir sizlarga QR kod yasashni o'rgataman. Qanday bo'lsa ketdi. Birinchi bo'lib Google Chrome'ga kiramiz. Keyin bu yerdan hozir QR Planet deb yozsak, mana aynan ushbu sayt chiqib keladi va bu sayt ustiga bosasizlar. O'zingizga kerakli narsani tanlaysizlar. Masalan, tekst tanlayman. Tekst kerak. Masalan, salom hamma obunachilarga QR. Bu juda ham oson bo'ladi. Xohlasanglar rasm, xohlasanglar aniq qilsanglar bo'ladi. Next bosasizlar yozganingizdan keyin mana shu xohlaganinglarni tanlasanglar bo'ladi. Bu yerda hali ko'p bor. Men masalan mana shuni tanlayman. Keyin mana shu yerga o'zingizlarni akkauntinglarni kirgizib olasizlar. Bu joyi to'xtatib turaman, men parolimni yozib olay. Stop turaman. Uzr hammaga, men QR Planetda adashibman, boshqa saytga kirib qo'yibman. Bu yerga yozib QR Planet deb yozasizlar. Bunga emas, mana menga kirasizlar. Uzr, men bor. Masalan yozasizlar. Mana bu. Yozish xattangizni mana tekstga kirasizlar. Salom obunachilar. Badi yoqqan bo'lsa like bosing deb yozamiz. Mana shu srazi sekundan bo'lmasdan bizga mana bunaqa QR kod chiqarib beradi. Bu kattalashishi mumkin, kichiklashishi mumkin. Son ko'pligiga qarab ko'payadi. Mana hozir masalan xohlagan narsalarni yozib tashlaman. Kichkina nuqtalari ko'payadi. Mana ko'payib ketdi, ko'rishinglar mumkin. Atak bitta dona so'z yozib qo'ysam, mana salom deb yozib qo'yaman. Mana kichkinacha QR kod chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, comment bosib yozib qo'yasizlar, Qani bo'lsam xayr. Videoni o'chirdim.